1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimiz Jizzaxga yangi samoykaga o'rnatib berdik. Mana endi qurilishlari bo'lyapti. Skvajinadan oladi. TFMlari 3. Suv berishi 500 talik, 250 dan moshinasi 500 berish kerak aslida. Suv berishi 16. Ana, toza suv 16 beryapti. Adhot suvni balandroq qilib qo'ydik. 16 pashti 1 tonna beryapti. Filtrlangan suv. 3 ppm beryapti. Analizatorlar suvni olyapti bu yerdan. Mana shu holatda ishlaydi. Samoyka varianti soatiga 500 litrlik o'rnatib ishga tushirib berdik. Xudo xolasa samoyka apparatlari ham keladi deyishyapti.